Internetda flat feeder haqida minglab videolar bor, lekin ishoning, o'zbek tilida buni noldan tushuntirib beradigan birorta ham tuzukroq video topa olmadim. Shuning uchun bugun hamma sirni o'zim ochishga va o'z tajribam sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Flat feeder yangi boshlayotganlar uchun ham, profili uchun ham juda ham zo'r usul. Hozir do'kondan eng kerakli prikorimka va diplarni olaman. Endi suv bo'yiga borib, hammasini qanaqa va to'g'ri ishlatishni ko'rsataman. Ko'pchilik bu usulni qiyin deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. To'g'ri yondashuv va ozgina bilim bilan natija sizni kuttirib qo'ymaydi. Anjomlarni yig'ib, joyimizni tayyorlab olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bugun flat feeder barcha nozik taraflarini gaplashamiz. Baliq o'zini kaprizniy tutganda, hech qanaqa montaj, hech qanaqangi nasadga yordam bermaganda bizga flat usuli yordamga keladi. Flat usuli har qanaqa kaprizniy baliqni ham poklovkaga undaydi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sezganingizdek, bugun men flat usulida baliq tutaman. Rotpot, qarmoq va prikormkalarni tayyorlab oldim. Demak, biz baliq tutishni boshlaymiz. O'rtoqlar, flat usuliga keladigan bo'lsak, bu flat karmushka. Bugun 70 grammlik karmushkani tanladim. 4-nomerdagi kurchok va boil ilish uchun волосяная оснастка. Nega flat usulini tanladim? Flat usuli kundan kunga ommalashib bormoqda. Shunga men ham sizlar bilan o'z fikrlarimni bo'lishmoqchi bo'ldim. Yo'da bizani karmushkamiz, mana flat karmushka deyiladi. Buni tagi idealni ploskiy bo'ladi. Dnoga tushganda bizani prikormka ustida turadi va prezentatsiya juda ham chiroyli bo'ladi. Karmushkamiz suv tubiga yotadi, a prikormkamiz ustida prezentatsiya bo'ladi. Nasadkamiz bo'lsa, mana shunaqangi holatda ustida turadi doim. Shuning uchun flat usulida любой baliq hech narsani sezmagan holatda keladi, nasadkamizni oladi va podsechka bo'ladi. Demak, birinchi o'chiritda ishni волосяной оснасткаdan boshlaymiz. Flatda qanaqangi katta baliq tutishingizdan qat'iy nazar katta kurchok ishlatish kerak emas. Demak, men katta baliq tutaman, kurchogim ham katta bo'lishi kerak degani emas. Flatda maslahatim 6-razmerdan boshlab to 12 gacha ishlatishingiz kerak. Bugun men mana 6-razmerni tanladim kakras. Волосяной оснастка. Волосяной оснасткамizga boilimizni joylaymiz. Birinchi boil bizda asal ta'mli boil. Mana shunaqa holatda joylaymiz. Bu shunday turishi kerak. Karmushkamizni formani olamiz, bu yerga buni qo'yamiz va buning ichiga biz hozir prikormka solishimiz kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, formaga prikormkani soldim. Ko'ryapsizlarmi? Prikormkam sipучий. Formani ushlaydi, lekin suvga tushishi bilan prezentatsiya yoyilishni boshlaydi. Feederdan buni farqi, feederda shlayf sozdать qilish kerak. Sizlarda bo'lsa aytganimdek, flatda unaqa emas. Flatda prikormka suvga tushishi bilan bitta joyda shunday karmushkani ustida yoyilish kerak. Shundagina baliq bu bizning nasadkamizga keladi. Mana o'rtoqlar, bizning prezentatsiyamiz suvga tushganda boya aytganimdek, prikormka suvga tushadi. Men bu prikormka sekin suv tagida yoyilib, boilimizda ko'rinadi. Baliq shunga keladi, poklovka bo'ladi. Demak, birinchi zabrosimiz. O'rtoqlar, prikormkani hech qachon na flatda, na feederda kasha qilib qo'ymanglar. Prikormka suvga tushgandan keyin yoyilishi kerak. Doim bitta nuqtani olinglar va o'sha nuqtaga otamiz. Prikormkamiz, karmushkamiz suvga tushishini kutamiz. Suvga tushgandan keyin qarmog'imizni rotpotga qo'yamiz. O'rtoqlar, bilsanglar, feederda ozgina ipni tortib qo'yardik. Flatda bu holat kerak emas, chunki karmushkamiz tushgandan keyin biz ozgina natyak qilganimizda tasavvur qilinglar, karmushka tushdi, biz natyak qildik, karmushkamiz suriladi, prikormka bu yoqda qolib ketadi, karmushka sal uzoqroqga ketadi. Zabros qildinglar, karmushkamiz suvga tushishini
nazorat qildik va qarmog'imizni shunchaki tegmasdan joyiga qo'yib qo'yamiz. O'rtoqlar, пока ikkinchi montaj tayyorlagunimcha уже poklovka. Baliq bor, ko'rdinglar. Hech qancha vaqt o'tgani yo'q, уже baliq bor. Boya aytib o'tganimdek, flet bu har qanaqa ehtiyotkor balig'i poklovkaga undaydi. To'g'risi 30 sekund o'tdimi yo'q bilmayman. Zabros уже baliq. Da, tortishi yaxshi, yomon emas. Hozir endi kelgandan keyin ko'ramiz qanchalik katta kichikligini. Lekin ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'rdinglar, ipni tortmadim. Tushda karmushkamiz и o'sha joyi o'zida prezentatsiya bo'ldi и сразу poklovka. Mana bizning birinchi balig'imiz. Balig'imizni hozircha sadobga tashlaymiz, keyin oxirida qo'yib yuboramiz. Mana o'rtoqlar, birinchi zabros и 30 sekund o'tmasdan birinchi poklovka. Yana boyil qo'yamiz. Bu qarmog'imga asalli boyil ishlatyapman. Formaga prikormkani solib preslaymiz. Presladik. Yana ustidan ozgina solib presladik. Karmushkamizni ustiga qo'yib preslaymiz yaxshilab. Formani yonidan ozgina ko'taramiz. Va mana yana idealniy prezentatsiya. Keyingi zabros. Narigini endi olib to'g'risi tayyorlayotgandim. Shu bilan poklovka bo'ldi. Kutib turamiz mana shunaqangi dinoga tushishini, suv tagiga. Tushishi bilan sekin rotpotga qo'yamiz o'dilishini. Ungacha keyingi karmushkamizni tayyorlaymiz. Tak, mana xuddi o'shunaqa karmushka. Bunisiga endi bunisiga kukuruza ilaman. Birinchisiga asal, ikkinchisiga kukuruza. Asaldagi poklovkani ko'rdik, kukuruzaga ko'ramiz qanaqa urishini. Ikkinchi qarmog'imizni qamishli tarafga otaman. Bo'ldi, tushdi bu ham. Rotpotga joyladim va natija kutamiz. Flet целенаправленный usul hisoblanadi. Ya'ni, masalan, trofey tutmoqchimiz yokida nima deydi, boya aytgandek, baliq juda ham осторожный bo'ldi. Flet bu idealniy usul hisoblanadi. Feeder bu ko'proq kolичествоga ishlasa, ya'ni tempda ushlaymiz и baliq ko'p, katta kichik farqi yo'q, baliq ko'p keladi. A flet bu целенаправленный, ya'ni vodayomimizda bilamiz, katta baliq bor, shunda biz обязательно flet ishlatishimiz kerak. O'sha balig'i kutamiz. Feederda har 2-5 daqiqada zabros qilsak, fletda yo'q. Tashadik, kutamiz. Ba'zida 5 minut kutishimiz mumkin, ba'zida 30 sekund ko'rganinglardek boyida. Ba'zida soatlab kutishimiz mumkin. Flet bu sabr. Lekin flet plus tarafi shundaki, flet обязательно natija olib keladi.
Ikkinchi qarmoqqa ham realizatsiya bor. Sal kichikroqmi deyman, tortish sekinroq. Da, ozgina kichikroq ekan. Tak, sabr qil qo'yib yuboramiz. Opa. Mana o'rtoqlar, idealniy paklovka. Hozircha patsakka, keyinchalik uyingga. Ikkinchi qarmoqga ham realizatsiya bor o'rtoqlar. Scopex yaxshi ishladi. Demak, baliq shirin narsa xohlayapti. Kulli isib qolganiga baliq shirin narsa xohlayapti. Asalga uryapti, Scopexga urdi. Kukuruzaga bitta paklovka bo'ldi. Scopexga ikkinchi paklovka. Asal ikkita, Scopex ikkita. Qani, opa. Mana, idealniy paklovka. Ko'rasizlarmi, prям labini tagida. O'zing travma qilma, oz qo'yib yuboramiz. Mana o'rtoqlar, flet tukchi. Idealniy paklovka. Boilga. Kichkina sazancha. Mana o'rtoqlar, prezentatsiya. Prikormkamiz asal. Boil mед. Va zabros. Shuni kutdik. Va rotpotga joylaymiz. O'rtoqlar, flet yangi boshlayotganlarda yana qanaqa muammoga duch kelishi mumkin? Bu prikormkani kasha qilib qo'yish. Prikormkani kasha qilib karmushkamizga joylaymiz, zabros qilib otamiz. Prikormkamiz suv tagiga tushgandan keyin karmushkada yotaveradi yopishib. Unga boilimiz yopishib qoladi, kurchogimiz yopishib qoladi. Biz shunchaki pustoyga vaqt yo'qotamiz. Idealniy holatda, idealniy prezentatsiyada prikormka sipuvchi bo'lishi kerak. Ya'ni suv tagiga tushdimi, prikormka yoyilib, boilimiz, kurchogimiz prikormkani ichida yotishi kerak. Yopishib yotish emas, shunchaki yotishi kerak. Shunda baliq ovqatlangan keladi, prikormkamizni yeydi, ya'ni so'radi va bizda paklovka bo'ladi. Shunda biz fletda to'g'ri tutayotgan bo'lamiz. Idealniy prezentatsiyaga erishgan bo'lamiz. Shuning uchun maslahatim, hech qachon prikormkani yopishqoq qilib qo'ymanglar, kasha qilib qo'ymanglar. Prikormkani qanaqa tayyorlashni o'tgan videoyimda ko'rsatganman. O videoga o'tib, silkasini tashlab ketaman, ko'rishingiz mumkin. Keyin o'rtoqlar, yana bitta maslahat. Har doim otgan karmushkamiz bitta nuqtaga tushish uchun gorizontda, mana shu gorizont bo'lsa, o'zingizlarga bitta obyekt olinglar. U xoh bitta daraxt bo'lsin yoki mana aytaylik, to'g'rimizda yurta turibdi, stolba turibdi, daraxtlar turibdi. Shuni o'zimizga orientir qilib olamiz. Har bitta zabrosimiz, aytaylik, yurtani tanladikmi, to'g'ridagi oq chodirni. Qarmog'imizni vertikalni именно shu yurtaga qaratamiz. Orqamizdan tekis turgan holatda, yonmacha emas, chapdan emas, o'ngdan emas, aynan orqamizda turishi kerak qarmoq. Qarmoqni tekis tushib, tekis ko'taramiz. Shu yo'nalishga qarab otamiz. Важный element klipsa. Doim klipsa bo'lishi kerak, distansiyani saqlashimiz uchun. Keyin o'rtoqlar, yana bitta holat, ko'pchilikda kuzataman shu narsani. Baliq tutgani kelganimizda qarmoq qo'yish uchun, biz o'tirishimiz uchun qulay bo'lgan joy bu baliq uchun qulay bo'lgan joy emas. Biz baliqqa moslashni bilishimiz kerak. Baliq qayerda turganini topishimiz kerak. Brovkada turgandir. Agar daryo bo'lsa, brovkada, svalda turishi mumkin, oqimda turishi mumkin. Mana bunaqangi ko'lli bo'lgan bo'lsa, yamada turgan bo'lishi mumkin. Biz bu narsani topishimiz kerak. Agar qo'limizda echolot yoki dipper bo'lmasa, topishni oddiy usuli shundoq
gruzimizni olamiz, qarmog'imizni suvga otamiz и cho'kishini o poklovka o'rtoqlar. Baliq bor. Gapirib o'tirganimda sразу mana baliq, yomon emas. Skopeks oldinga o'tib ketdi. Skopeks ancha oldinga o'tib ketdi. Asalga adashmasam 2 ta baliq oldim. Skopeksda bilmayman, bu 3-chi yo 4-chi. Balki 5-chi. Video davomida ko'ramiz. Tak. Ketib qolma. Hozir baliq olamiz. Ahamiyat beryapsizlarmi? Doim idealniy podsechka bo'lyapti. Labini tegidan. Bu degani bizani prezentatsiyamiz to'g'ri ishlayapti. Baliq ovqatlangani keladi. Mana bunga aytaylik, ovqatlangan keladi. Mana shunaqangi prikormkamizni so'radi va boil avtomatik suv oqimida o'sha so'rayotganda prikormkani og'ziga kiradi. Shuning uchun podsechkalarimiz hammasi labini tegidan bo'lyapti. Demak, biz prikormkani ham, prezentatsiyani ham to'g'ri qilganmiz. Tak, boya aytganimdek, baliq aytganimdek doim bizga mos joyda bo'lmaydi o'rtoqlar. Oddiy bitta gruzimizni olamiz, ilmoq hech narsa ilmasdan. Uni aytaylik, otamiz. Suvga tushishini kutamiz. Qanchada suvga tushyapti? Masalan, suvga gruzimiz tushguncha 10 gacha sanadik, suvga tushdi. Qaytarib olamiz, yana gruzimizni olamizda sal bu yoqqa, ya'ni 2-3 metr bu yoqqa otamiz. Yana sanadik. Bu safar nechigacha tushdi? 8 gachami, 10 gachami? 8 gacha tushgan bo'lsa, demak, bizadagi birinchi otgan joyimiz bizaga yaqinroq joydan ko'ra chuqurroq. Обязательно точка ловли topib olishimiz kerak. Shunchaki keldim, karmushkani oldim, otdim, soatlab kutdim, baliq yo'q ekan dedim. Lekin yonginamda bittasi 10 talab, 20 talab yarim soatda, 1 soatda baliq tutyapti. Sizda hech narsa yo'q. Elementarno, siz shunchaki balig'i tochkasini topa olmagansiz. O'rtoqlar, bugungi baliq ovini tugatsam ham bo'laveradi. Sekin yig'ishtirilib, baliqlarni sanab qo'yib yuboraman. Video davomida ko'rasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga podpisatsiya bosinglar, kommentariy qoldiringlar o'zing fikringlarni. Bu narsa men uchun juda ham muhim, juda ham qiziq. Sizlarning har bir kommentariylarni o'qishga harakat qilaman. Meni mehnatimni bu mukofoti hisoblanadi. Yanada ko'proq odam videolarni ko'rib shu haqida informatsiya oladi. Ya'ni flat usuli haqida, feeder usuli haqida. O'ylaymanki, sizlarga video yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'rtoqlar, xayr, salomat bo'linglar.